Ameliyatda biz bu hadisni yana boshqa bir nuqtadan qarab baxsaq, yoki bunda bir o'qitishni qilib baxsaq deyman. Masalan, bizning hozir o'zimizning dushmani, ya'ni Xitoylarning ustidan dunyoda obyektiv sabablarga murojaat qilib turib, undan foydalanib turib, g'alaba qila olishimiz bo'lgan ishonchimiz, ko'pinchimizda yo'q. Biz o'zimizni bu g'arqa qoplab, ya'ni bu Uyg'urlarni shu g'arqa qoplashib qolgan 3 odam deb tasavvur qilsak, shu toshni Xitoy deb tasavvur qilib baxsak, u vaqtda shu 3 şeylarni bu g'ardan chiqqan narsa nima? Ularning shu hayotidagi shu ixlos bilan qilgan amali. Shu niyat bilan qilgan uşaq kichik amali. Mushu nuqtadan meningcha shunda deyish mumkin. Qaramoqqa biz Xitoyni vayron qila oladigan, ya'ni bevosita vayron qila oladigan cho'ng ishini qilolmagandek qilganimiz bilan, ammo o'zimizning Xitoyga bo'lgan keskin irodamizni, imkoniyatimiz yetgan barliq kurash vositalarini ifodalasak, ham uni boshqalar qahramon desinkin, boshqalar meni bilsinkin, mening nomim tarixga yozilib qolsinkin degan nurg'unlagan shak shubha yoki dog' aralashgan niyatlar bilan emas, faqat Allohning roziligini ko'zlab shunday qilsak, masalan, butun Uyg'ur shunday qildi deb tasavvur qildi. Meningcha, shu g'ardikilar uchun shu tosh echilganiga o'xshash, bizgimi bu g'alaba yo'li nihoyat tez echilishi mumkin. Masalan, o'ylab baqila hozir kitoblar chiqyapti, o'qimayapmiz. Faoliyatlar bo'layapti, qatnashmayapmiz. Uning tigida yotgan narsa nima? Umidsizlik. Chunki biz buni qilganning nimaga foydasi bor deb, ya'ni namoyish qatnashganning hech nimaga foydasi yo'q. Kitob o'qiganning hech nimaga foydasi yo'q. Hatto bu bolalarimizni tarbiyalaymiz deganimiz bilan biz u yaşagan davrda yaşamtık, biz beraber ölüp qalamiz deb uni mu tashlab atalı bo'lishi mumkin. Ammo bizning talab qilingan narsa nihoyat oddiy. Ya'ni ularga qarshi shunda cho'ng bir harbiy siyosiy harakat qilish, moddiy imkoniyat nuqtasidan qaramoqqa ko'rinmaganda qilgan bilan, ammo bizning imkoniyatimizning ichida bayon deganimga o'xshash nurg'un yaxshi amallar bor. Eng aqallisi o'zimiz yashaydigan rayonda o'zimizning qarindoshlarining beshiga bir kun kelgan vaqtda nəhayət aktivlik bilan berib, ularga yordamlash. Nəhayət oddiy misol. Mesela uy köçmekçi olsa, vaxtımız yetsile berib köçüş yapırız. Yoki yeydigan ichadigan narsa qolmay qolsa, uni to'liqlab berish. Yoki birisinin bolasi maktabga borolmay qolsa, vaqtimiz yetsin mashinada olib ekib qo'yash hatto. Vaqtimiz chiqqan doirada o'zimizni kuchlantirish uchun kitob o'qish, o'zimizning shaxsiy ibodatlarni voyaga yetkazib qilish, ya'ni öz imkoniyatimiz ishida qilib bo'lgan hamma ishni chala qo'ymayli qilsak, Alloh bizga shu yo'lni, shu toshni ochgandek cho'qim echib o'tishi mumkin. Ammo biz hozir umidsizlik ichida bo'lg'achqa, xuddi amallar bizga foyda qilmaydigandek, bo'layotgan ishlarga nisbatan bir xil ichimizda bir xil tushkunlik mavjud. Bu hadis bizga shu narsani uqtirdi, menimcha. Men oxirida xulosaladim 11-nuqtada. Bir müminge, bir musulmonga nisbatan hayotning hech bir vaqtida, hech bir daqiqasida, har qanday ahvolda tushkunlik, umidsizlik yarashmaydi. Tushkunlik, umitsizlikning kuchayganligi amaliyotda bir mu'minning qalbida iymon nurining asta-asta zaiflashishga boshlaganligidan boshqa narsa emas.